Yo, yangi akkaunt oldim. Qo'ypidin tog'u. Robotcha? To'g'ri? Ha? Ha? Seni deb akkauntim chopilib ketdi. O'zizu, yapon qizga login parolni beraver degan. Ber desam beraverasanmi? Qani akkauntim? Ano yapon sotvordi. Kimga sotdi? Yaponlarga sotdi. Senlarni qo'ling sinsin. Senlarni deb akkaunt solib ketdim men. Bo'ldi, endi Qulfiddin tog'a qarang, yangi akkaunt topsiz, chiroyliligini qarang. Endi shunda maza qilib o'ynaysiz. Bo'pti, mayli. Keyin video olishimiz kerak. Ana, endi o'zingizga keldingizda Qulfiddin tog'a. Bo'pti, ideya qilishimiz kerak. Bo'ldi, Qulfiddin tog'a, keyin anaqa video qilib bo'lganingizdan keyin login parolni menga ham berasiz. Nimaga? Ano yapon qizga beraman-da. Ha? Azoblash xizmati boshlandi. Like Yig'lama muhabbat, yig'laman, yoningda o'zim bo'laman. Jonga tegdi boru. Ha, Qulfiddin tog'a nima bo'ldi? Ano Barsani muxlislari ustimizdan kulaverib, qoch Barsa kelyapti debdi. Qulfiddin tog'a, u Barsani o'yinchilari yosh bo'lsa, ular kechasi uxlamasa, qochajina kelyapti deb o'qitishganda, shuning uchun. Jinni. Yo'q, Qulfiddin tog'a, o'sha Barsani o'yinchilarini shu kichkina bolachalarga o'xshataman-da. Nimaga uni deyapsan? Qulfiddin tog'a, bitta katta odam borib, ishtonni ko'tarib bo'lmasa tushib ketaveradi-da. Ano nima edi? Rangli Barsamidi? Yo'q, Halol Madrid. Kimga jo'natishni bilasizlar, ha?